bo'ldi? Ilib qo'yamiz. Hammasi joyda. Hujjatlar ham joyda. Ketdik. Tezroq yur o'g'lim. Ketdik. Ke bola? Yaqinroq edim, taksida keldim. Tobingiz yo'qmi, oyi? Yaxshiman. O'zingchi? Tinchlikmasga o'xshaydi yov bolam. Telefonimni quvvati tugab o'chib qoldi. Hozir quvvatlashga qo'yib kelay, hammasini tushuntiraman. Tinchlikmas oyi. Ammo xafa bo'lishga shoshilmasangiz, nega bunday qilganimni sizga tushuntirib beraman. Eshitaman. Alo, Yomon xabar bor, Sarvar. qanaqa? Ular bankdan chiqarib yuborgan kreditlarning o'rniga o'zlari pul topib, ishni yopti qilishmoqchi bo'lishgan ekan. Xo'sh, Uddalash olmabdi. O'sha Qosim degan bo'lim boshlig'i Moskvaga uchib ketibdi. Undan Finlandiyaga ketadi degan gaplar yurganmish. Xullas, qochib ketganga o'xshaydi. qolganlarchi? Kreditni yo'q odamga chiqarib yuborish uchun imzo qo'ygan 5 kishining ikkitasi pullar soxta odamga ketayotganini bilgan. Biri Qosim, ikkinchisi seni Alyasqar degan do'stingning xotini. O'shaning uchun surishtiryapsanmi? Shunaqaroq. Rahmat keling. Omon bo'l. Aytdim Ali Asqarga. Tamom. Uyi kuydi bechorani. Hozirgi vaqtda abonent apparati o'chirilgan. Iltimos keyin Shunaqa paytda ham telefonni o'chiradimi ahmoq? Oyi, xullas. Layloni ishlab kelishiga ruxsat berdim. Shunaqa bo'lib qoldi. Chet elga ketadim. Jahongirchi? Uni mensiz olib keta olmaydi. Lekin qizil pasport olib berdim. Nega? Ruxsat berganimning sababi boshqa.
Ketsa, uni sababi boshqa bo'ladi. Ketaveringlar deb ruxsat bermadim. Ko'ngli joyiga tushsin dedim. Bu nima deganing bola? Qiliqlari jonimga tegdi, oyi. Bir uyda yashasam, bir nima qilib qo'yishimdan qo'rqaman. Kecha ham katta janjal bo'ldi. Endi sizdan hech narsani yashira olmayman. Voy o'g'lim, o'g'lim. Ketsang ketaver degan ma'noda ruxsat berdim. Lekin rostdan ketsa, oilani u buzgan bo'ladi, men emas. Ha, tushundim. Sen ajrashmoqchisan. Niyating shu. Bunaqa niyatim yo'q. Keliningiz tushunmasa ham siz meni tushunishingiz kerak, oyi. Qachon ketmoqchi? Bilmadim. Chet elda yolg'iz ishlab yuradigan xotinim yo'q. Buni Laylo yaxshi biladi. Aytdim-ku, sen ajrashmoqchisan. U ketadi, sen ajrashasan. Sizningcha uni niyati nima? Laylo meni bolam emas. Birovni bolasini ichida nima o'y xayol o'tayotganini men bilmayman axir. Mendan arazlab ketsa, ota-onasinikiga ketsin. Turkiyada nima bor? Ota-onasinikiga ketadimi? Chet elga ketadimi? Arazlab ketayotgan hamma ayollarning ham niyati ajrashish bo'lmaydi. Biring bog'dan, ikkinchi tog'dan kelyapsizlar axir. Kelinga ruxsat berdingmi? Ketadi. Keyin nima qilasan? Shunaqa usul bilan ajrashasanmi? Bolamga rahmim keladi, oyi. Ajrashish osonmi? Men ham shuni aytaman-da. Hozirroq kelinni bu yoqqa chaqir. Bugun hammasini uzul-kesil hal qilmasak, bu ketishda ertaga oila buziladi. Bo'l, chaqir. Gazni svetni o'chirdim. Suvni o'chirdim. Telefon. Ha. Shu telefon odamni xavotirga soladi. Ana bo'ldi. Tinchgina keta qolay. Yangi sim kartam qayerda qoldi-ya? Mehmonga ketyapmiz, oyi. Mehmonga emas, zo'r joyga o'g'lim. Borsang xursand bo'lasan. Dadamga aytmay ketamizmi? Aytamiz, faqat hozir emas. Boshqa joyga olib ketyapsiz, oyi. O'g'lim, men begona ayol emas, oyingman. Xuddi seni o'g'irlab ketayotganimdek gapiryapsan. Dadam bilan xayrlashmoqchiman. Dadang nima qilganlarini ko'rding. Yana urush bo'lishini meni kalta yeyishimni xohlayapsanmi, o'g'lim? Yo'q. Unda ketdik. Xayr, dadasi. O'g'lim uchun rahmat.
ketdik. Chiq. Chaqirilayotgan telefon o'chirilgan. Вызываемый telefon выключен. The call phone is O'chirib qo'yibdi. Uyingga boramiz. Ilohi omin. Tinchlik xotirjamlikni bersin. Men kiyimimni almashtirib chiqay. Ha, bo'la qol, tur o'rningdan. Ha, nega o'tiribsan? Tur. Alo, Ali Asqar, qayerdasan? Nega telefoning o'chiq? quvvatlashga qo'ygandim, tinchlikmi? Tinchlik emas. Tovlamachi odamga pullarni bermaslik kerak edi. Uni chetga qochib ketibdi deyishyapti. Nima? Kreditga qo'l qo'yganlarning hammasi qamaladi dedi. Ishni yopti qilish olmabdi. Aniqmi? Ish qilib 50 ming dollarga kuyib qolmasang bo'ldi, o'rtoq. Xotining qamaladi. Pulingga ham kuyasan demoqchimisan? Shundan qo'rqyapman-da. Nega o'zi ishonding ularga? Xotining seni kafanga qilgan bo'lsa, boshlig'i ilonni yog'ni yalagan. Tushunarli. Keyin gaplashamiz. Bugun rostdan hamma ishni hal qilmasak bo'lmaydi, oyi. Qamaladi. Pulga kuyadi dedingmi? Uyga borib, u yog'ini Laylodan so'raymiz. Ishni rasvo qilganga o'xshaydi. Tavba, tavba. O'z bilganidan qolmabdi-da. Nima yetishmaydi o'zi axir bu kelinga? Mayli. Hozir kiyimimni almashtirib chiqay. Dadam kutaylik oyijon. Senga necha marta aytishim kerak? Dadang bizni avval ham tushunmagan, keyin ham tushunmaydi. Bo'ldi, ko'p gapirma. Dadam sog'indim. Xuddi bir necha kun ko'rmagandek gapiryapsan, o'g'lim. Qanaqasiga sog'inasan darrov? Dadamni xafa qilib qo'yganman, shuning uchun. Dadang bizni xafa qildi. Yur, kerak bo'lsa topib olsin. Oyi. Qo'shnilarni oldida sharmanda qilma, yur. Dadangdan uzr so'radingmi, so'rading? Sen emas, dadang vijdon azobida qiynalsin. Voy, Layloxon, yo'l bo'lsin. Yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom. Ha, yana qayergadir yo'l oldi bu xonimcha. Na erini pisand qiladi, na qo'shnilarni. Latofat, Hozir. nega unga turmushga chiqmagansiz? Tushunmadim. Ali Asqarning xotini kuydiryapti. Do'stim bechora shuncha g'avg'olar yetmaganday, mana. Endi 50 ming dollarga tushyapti.
Pullarni yeb yuborsa qamaladi-ku. Men ham shuni aytyapman. Qamaladi. Ali Asqar xotinidan ham, pullardan ham ayriladi. Xotini qamoqqa, pullari esa go'rga ravona bo'ladi. Biror chorasi bordir, Sarvar aka? Buning uchun hammasi yolg'on bo'lib chiqish kerak. Yaxshi odamlar haqidagi gaplar yolg'on bo'lib chiqsa ham, yomonlar haqidagi gaplar hamisha to'g'ri chiqadi. Tabriklayman. Nega tabriklayapsiz? Qattiq asabiylashyapman. Aljirayapman, uzr. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman demoqchi edim. Ha, aytgancha, qayerda yaxshi tortlar sotadi? Bilmadim. Rahmat, men ham bilmayman. Uzr, meni sal tongim ketyapti. Bor. Nima ishim bor? Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlarmi? Do'mga ham kelay debsiz-da, xolajon? Va alaykum assalom. Esonmisiz, xolajon? Yaxshimisiz, aylanay? Ha, yaxshi. Biz ham o'tiribmiz-da, pista chaqib, zerikib. Mehmonga kelibsiz-da? Ha. Yura qoling, oyi. Voy. Hozirgina Layloxon jomadonni ko'tarib qayoqqadir ketdi. Uni qayoqqa jo'natdingiz, qo'shnijon? Qachon? Voy, hozirgina ketdi. O'g'lini ham yetaklab olgandi. Jahongir! Jahongir! Qayerdasan, toychog'im? Xayr, dadasi. O'g'lim uchun rahmat. O, Ali Asqar. U ketibdi. Hozir menga aniqla. Ana u bankdagi odam qayerga ketibdi? Turkiyagami yo yo'qmi? Tushunmadim. Bo'lim boshlig'ini so'rayapsanmi? Ha, o'shani. Senga aytuvdim-u. Bilishimcha bugun ertalab uchib ketgan. Xotinim ham ketibdi. Lekin ertalab emas, hozir ketgan. Xotining qayoqqa ketibdi? Rossiyagami? O'limidan oldin Istanbulga chipta olganga o'xshayapti. Ali Asqar, nima qilmoqchisan? Sabrning ham chegarasi bor. Hammasi tamom, Sarvar. To'xta. Bir ahmoq xotini deb umringni qamoqda chiritishni nima keragi bor? O'rnimda bo'lganingda tushunarding. Ali Asqar. Qayerdan ham bularning o'rtasiga tushdim? Bilganingni qilib yuravermaysanlarmi? Voy. U rostdan jinnilik qilib qo'ysa-chi? Haligi Ali Asqarning xotini Istanbulga uchyapti. Xotinini bir yo'qlik qilmasidan bormasam bo'lmaydi. Nimalar deyapsiz? Turkiyaga ketsa ketsin, o'zini nargi dunyoga Ali Asqarni qamoqqa jo'natmasa bo'ldi. Tezroq bormasam bo'lmaydi. Do'konga qarab turing. Men ham boraman. Borsangiz olovga moy sepgan bo'lasiz. Do'konga qarab turing. Oxirgi paytlarda ko'p janjallashishyapti. Ishonmasangiz yon qo'shnidan ham so'rang. O'zi bularni siz hovliga olib keting.
Mustaqil yashash eplay olmaydigan kelinni jazosi qaynona. Hovlida bo'lib turasizmi yo uydami? Ular ketishibdi. Qayoqqa? Bilmayman, oyi, bilmayman. Hozir izdan borsam aniqlayman. Uyingda kutaman, bolam. Hoy, menga qara. Tag'in xafa qilib yurma. Avval bu yoqqa olib kelgin, bolam. Voy tavba. Voy o'lmasam. Sizlarga ham aytmay ketibdi-da. Nima jin urdi Layloxonni? Bilmayman. Voy o'lay. Tezroq haydang aka, shoshilyapman. Yo'lda hamma yoq radar-ku, ukam. Radarni pulini o'zim to'layman. Tezroq haydayvering, iltimos. Hop bo'ladi. Siqilmang aka, jonim siqilmang. Alo. Eshitaman. Singlingizni Turkiyaga uchib ketishidan xabaringiz bormidi? Ha, lekin yarim soat oldin aytdi. Hatto kuzatib qo'yishga ham chiqolmadim. Ketishga haqqi yo'q edi. Ayniqsa o'g'limni olib ketishga umuman haqqi yo'q edi. Voy, nega menga jahl qilasiz? Bolam bilan ketishga erim ruxsat berdi dedi. Ruxsat bergan o'zingiz. Ayb o'zingizda. Ko'ngli joyiga tushsin deb hujjatga qo'l qo'ygandim, xolos. Bilmadim. Ketishi boshqa masala edi. Qanaqa masala ekanidan xabarim yo'q. O'zi singlim oxirgi paytlarda men bilan ham tuzuk quruq gaplashmay qo'ygandi. Bankdagi ishlar nima bo'ldi? Ey. Diqqat. Eslatib o'tamiz. Toshkent Istanbul yo'nalishi bo'yicha 271-reys bilan uchuvchi samolyotga yo'lovchilarni chiqarish yakunlanmoqda. Qaytaraman. Toshkent Istanbul yo'nalishi bo'yicha 271-reys bilan uchuvchi samolyotga yo'lovchilarni chiqarish yakunlanmoqda. Kechirasiz, Istanbulga shu yoqdanmi? Qara, chiroyli-ya. Yoqdimi?
Ha, oyi. Bolam, topdingmi ularni? Uchib ketishdi, oyi. Uchib ketishdi? Qayoqqa? Turkiyaga. Niyatiga yetdi. Uyga kel. Gaplashamiz. Bolam, har bir ishni o'z xislati bo'ladi. Turkiya borsa kelmas joy emas. Borsin. Ertaga qo'ng'iroqlashamiz. Hammasini tushuntirmasa, erta indin o'zim uchib boraman u yoqqa. Ichki ishlarga arz qilishim mumkin edi. Bunday qilmadim, oyi. Yo'q, qo'y. Hech kimga arz qilma. Shusiz ham ichidagi muammolar yetarli. Qamalib, netib qolmasin. Bolangni o'yla. Uni yana bir marta ayadim. Nega bunday qildi axir? Kelasanmi hozir? Yo'q. Hozir asabim joyida emas. Xo'p, bolam. Sen nima desang shu. Faqat asabiylashaverma. Kim yomon bo'lsa yomonligini, yaxshi bo'lsa yaxshiligini topadi. Nevaragina. Sen ham bu joningga o'xshab o'rtada sarsonsan. Ey Xudoyim, ey, bu g'avg'olar qachon tugaydi? Ali Asqar. Ketishdimi? Ha. O'g'limni ham olib ketibdi, yaramas. Qo'limga tushganida o'ldirardim. Unga yetolmaganingdan xursandman. Qanchalik og'ir bo'lmasin, yaxshilikka deb hisobla buni, o'rtoq. Biror joyda o'tiraylik. Bu ahvolda oyimga ko'rinishga yuragim bezilyapti. O'zimga kelib olishim kerak. Bu boshqa gap. Bir zo'r joyni bilaman. O'zi ish va tashvishlar bilan bo'lib, ancha vaqtdan beri o'tirmadik. Ketdikmi? To'xta. Kim degan odam bo'ldin? Faqat rostini ayt. Kim degan odam bo'lasan? Yaxshi odamsan. O'ylab ko'r. Qaysi yaxshi xotin erini ruxsatsiz Turkiyaga ketadi? Sen emas. Xotining yomonligini hamma biladi. Shuni aytyapman-da. Endi kim degan odam bo'ldim? Xotini yomon degan nomni olishni istamagandim. Xohlasang keyingi reysda ortidan uchib, bir kunda uyingga qaytara olasan. Lekin bunday qilmaysan. Buni organdagilar qilishadi. Jinoyat ishi ochilibdimi? Hozircha yo'q. Bankdagi kimdir ishni tinchitmoqchi ekan. Lekin erta-indin jinoyat ishi baribir ochiladi. Xotining qidiruvga beriladi. Bo'lim boshlig'i ham. Bu aniq bo'ladigan ishlar, Ali Asqar. Ketdikmi? Ye, ana latofat. U nega kelyapti? Nima qildi? Kelsa kelar? Do'konni kimga tashlab keldingiz? Yopdim. Ha, mayli. Bugun dam olish kuni. Aniqrog'i, Latofatning tug'ilgan kuni. Nishonlaymizmi? Bugun oilamni buzilgan kuni deb tug'ilgan kunini nishonlamoqchi emas. O'tirishga boshqa sabab topamiz. Biz hozirgina biror joyda o'tirib
hayot tashvishlarini unutmoqchi edik. Siz ham borasiz. Yo'q, bora olmayman Sarvar aka. Nega? Sababini bilasiz-ku. Nima deysan? Bugun meni ham ajrashgan kunim. Avval aytgansan. Erim poyezdga o'tirib, hech narsa demay ketdi deb. Meni xotinim esa samolyotda ketdi. Afsuski, ajralish texnologiyasi rivojlanibdi. Yo'q, ey. Nomi o'chsin bunaqa texnologiyani. Samolyot bilan poyezdda nima ayb? Ajrashish texnologiyasi deganingga yodimga tushdi. Bir tanishim Instagram orqali ajrashibdi. Menga desa hayvonot bog'ida ajrashmaydimi? Mavzuni o'zgartiramiz. Bilasanmi, o'rtoq? Dunyoning narigi chetida kapalak qanot qoqsa, boshqa tomonida bo'ron bo'ladi deyshadi. Demak, bo'ron bo'lsa, dunyoning boshqa tomonida kapalak qanot qoqadi-da, ha? To'g'rimi? Nima, men kapalakshunosmanmi? Bor boshqalardan so'ra. Hech narsa demadim. Mashina qayerda? Ana u yerga qo'yganman. Yuring. Uni ko'nglini ko'tarish kerak. Tag'in o'zini bir balo qilib qo'ymasin. Ketdik. Chiroyli joylari. Mana bu yoqqa yuramiz. Charchadingmi o'g'lim? Qayerga keldik, oyim? Turkiyaga o'g'lim. Senga dengizni ko'rsataman. Kemada suzishni xohlaysanmi? Yo'q. Qayerda qoldi-ya? Dadamni so'rayapsizmi? Dadang Toshkentda. Hadeb so'rayvermagan. O'zimni ham yuragim ezilib ketyapti. Dilaga nima bo'ldi? Telegramga ham kirmayapti. Eski sim kartamga qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa-chi? Bekor raqamimni almashtiribman. Uyqum kelyapti, oyim. Hozir xolinikiga boramiz. Mazza qilib uxlaysan. Menga qara, rangi oqarib ketdi-ya, yaxshimisan? Suv ichaman. Hozir. Kechirasiz, yaxshi qiz. O'zbekistondan keldingizmi? Ha. Men ham o'zbekistonlikman. 10 yildan beri Istanbulda yashayman. Aniqrog'i ishlayman. Bir ayolni kutib olishim kerak edi. Yolg'iz o'zi kelgan, siz bilan tengdosh. Yolg'iz kelayotganlar juda ham ko'p edi. Kimni qidirayotganingizni bilmadim.
Bolakayni samolyotda birinchi marta uchishimi deyman, a? Ha, Kimingiz bo'ladi? O'g'lingizmi? ha o'g'lim. Rostdan ham hozirgi reysda uchib keldingizmi? To'xting, nega men sizga hamma narsani aytishim kerak? Kimsiz? Menmi? Bir qizni kutib olishga chiqqandim. Aeroportda yo'q. Qahvaxonada kutadi deyishgandi. Qahvaxonada? Kechirasiz. Siz mabodo Laylo emasmisiz? Ha, Layloman. Rostdanmi? Dila iltimos qilib, dugonasini kutib olishimni aytgandi. Lekin o'g'li bor demagandi. Kimsiz? Birga ishlaymiz. O'g'limni olib kelishga qaror qildim. Aytgancha, uni o'zi qani? Xayriyat, sizlarni topdim. Dila Anqaraga ketgan. Men esa hozir sizlarni ijara uyimizga olib boraman. Qani yuringlar. Yur. Ko'pincha falokat oldidan yo bayram bo'ladi, yo yolg'on xabar tarqaladi. Vaqtni orqaga qaytara olmaymiz. Baxtni ham. Farzandi bilan keladi deb bir og'iz ham aytmabsiz-da. Men aeroportda yolg'iz ayollarni qidirib yuribman, jinni bo'lib. Tushunmadim. Qanaqa farzand? Qanaqa farzand bo'lardi? O'zini o'g'li. Erimni noroziligi bilan olib kelgandim. Endi qo'rqib ketyapman, opajon. Odatda chet elga